Yo, hammaga salom, sizlar bilan mana shu bugungi videoda men ChatGPTdan 3 ta challenge olib, ularni bajarishga harakat qilaman. Qanunda let's go. Birinchi challenge mini Skyblock, ya'ni Skyblock. Qolganini yozganlarini vazifasini o'qib olishlaring mumkin. Do'stlar, men bu mini Skyblockga tushib oldim. Endi bu yerda survival qilishim kerak. Do'stlar, hozir men daraxt chopaman. Bu kartada bir kun survival qilishimiz kerak, o'lmasdan bir kun survival qilishimiz kerak. Bu aslida oddiy survival degandi. U survival juda ko'p, bitta mana shu video bo'lib ketishi ham mumkin edi-da. Shuning uchun bir kun deb qo'yaveramiz. Men esa daraxt chopishda davom etaveraman. Daraxt chopish juda zerikarli, shuning uchun shu vaqtdan foydalanib videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu sizlardan hech narsa olib qo'ymaydi. Obuna bo'lish pullik emas. Like bosish ham xuddi shunday. Bo'ldi, daraxtlar bizga yetarli. Endi buni olib borib verstaga yasaymiz. Buni qo'yamiz va taxtalarni olib olamiz. Bular taxtalardan esa verstakni yasaymiz. Endi buni vaqtinchaga shu yerga qo'yib, tayoqcha yasaymiz. Men boltamni yasab oldim. Endi qolgan daraxtlarni ham tezda sindiramiz. Mana yetarlicha daraxtni sindirib oldik. Endi verstakni bu yerdan olib, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana shu yerda normal turadi. Endi biz kirka yasab olishimiz kerak. Bularni ham almashtirib olamiz taxtaga va biz bundan albatta kirka yasaymiz. Mana endi bu kirkani olib yerga kavlab ketamiz. Mana do'stlar, men shuncha kavlab temir topib oldim. Naqd 3 ta ekan do'stlar. Va yana biz aniyaqda u yerda almaz ko'rib qoldik. O'sha almazga bitta temirli kirka kerak bo'ladi. Va biz hozir ozgincha tosh olamizda, tepaga chiqib toshli kirka yasab buni olamiz. Ketdi. Loychalarni qo'yib olamizda, verstak. Yana tayoqcha kerak bo'ladi. Hozir birinchi toshli bolta yasab olsak, kechqurun tushganda foydali bo'ladi. Bitta toshli boltani yasab olamiz, undan keyin kirka yasab temirlarni olamiz. Mana buni temirni olgandan keyin yoqib yuboramizda, taxtadanligini. Oldik va tezda pastga tushirib yubormasdan kavlash kerak. Mana 3 ta chiroyligina bo'lib turibdi. Bularni tez olib pishirib yuboramiz. Lekin men shunisini qandaydir olishga qo'rqyapman, tushib ketadigan-dek turibdi-da. Yo'q, temirimiz tushib ketdi. Endi almazni ola olmaymiz. Yo'q. Men yana qidirib ko'raylik. Balkim shu yerlarda ham bir dona bo'lsa ham temir bo'lishi kerak. Lekin bo'lmasligi ham mumkin. Do'stlar, men shuncha kavladim, lekin u yerda hech qanaqa bir dona ham temir yo'q. Biz bo'lmasa men shu 2 dona temirimizni pishirib olishimiz kerak. Endi almazni ola olmaymiz do'stlar. Shu yomon bo'ldi-da, bori. Mana shu yerdan o'tib bo'ladimi? Baryer turibdimi? Baryer ekan. Bo'ldi, ketdik. Boshqa temir yo'q. Endi nima qilamiz? Ana almazni baribir olish kerak. Ham qanchadir. Baribir kerak bo'lib qoladi-da, almaz ham.
Bu yoqdan chiqib bo'lmas ekan, orqa tarafiga o'tmoqchi edim. Baryer bilan o'rab tashlagan. Chit bilan olsak, g'irromchilik bo'lib qoladi-da. Shuning uchun biz chit bilan olmaymiz. Va biz mana shu yerga o'tirib olib, do'stlar, bizga o'zidan-o'zi bitta temir avtomatiskiy berib yubordi demayman. Albatta chit bilan qildik. Boshqa ilojimiz yo'q edi. Baribir o'shani olish kerak edi. Endi hozir kirka yasab olamizda, uni olamiz almasni. Endi bu yerga borib olamizda, almasni olamiz. Lekin shuncha harakatimizga yarasha bir dona ekan. Boshqa yo'qmi? Yo'q. Yaqin atroflarda yo'q ekan. Mayli. Endi bu yerdan ketamiz, tepaga chiqib olamiz. Shu bir dona boriga ham shukr qilib, nimadir qilamiz-da, короче. Lekin shuni bilaman, lopatga yasamaymiz. Endi bo'ldi, bular yetadi. Endi men boshqa orolga qurmoqchiman. Birinchi o'sha yoqqa qurib olamiz, keyin toshlar osi bo'ladi, bloklar olamiz, keyin narigilarga o'tiraveramiz. Mana endi bu toshlarni olamiz. Lekin ko'plari suvga, lavaga tushib ketyapti. Bizga tushgani yaxshi edi. Qani chopib olamiz. Endi bu yerdan ketsak ham bo'ladi. Do'stlar, hozir tavakkal qilib mana shu yerdan suvga sakraymiz. 1 2 3. Blokka tushib qoldi. Mayli. Bu narsani sindirish kerak, chunki bu bizga daraja qo'shadi, lekin bizga darajaning keragi yo'q. Farqi yo'q. Bu narsa nimadirgadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Bo'ldi. Hozir bu yerga kelishimizdan unchalik ham foyda yo'q menimcha. U yerda rosa ko'p skybloklar bor ekan. Buni ham alohida video qilsa bo'ladi. Detganimda creeper bu yerda portlaydi, asabni buzib. Yaxshi, lekin taxta sindiribdi. 2 dona taxta. Endi u yerda normali skyblok yo'q. Menimcha mana shuni o'zi pastida mayin qilsak bo'lar. Qani o'ta ko'raylikchi. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman hozir. Mana temir ko'rinyapti. Mana shu yerda temir bor ekan. Buni biz olamiz. Demak, biz pastga tushishimiz kerak. Qani unda tushamiz. Bu yerga birinchi tushishimiz bilan tosh bor. Bunaqa ikkitalik kovlasak, o'lib qolmasligimiz mumkin. Normali. Oldin ham 1-2 narsalarga kerak bo'lib qoladi. Bu yerdan o'sha tushib ketarkanmiz. Buni ham kavlab olamiz. Bitta donasi bo'lsa ham kerak bo'lib qoladi. Mayli, kavlaymiz. Ikkinchi shart, o'qib olishlaring mumkin. Monster Hunt. Do'stlar, u ovlash kerak deydi, lekin biz bitta bedrockli qamoqxonaga olib kirib, ularni o'ldiramiz. Men shunga qaror qildim, chunki ovlash bu juda azobli ish. Hozir men ular
juda ham ko'p. Mana 100 ta zombi bor. O'shalarni hammasini o'ldirishim kerak. Bular 100 ta ekan, men bularga bir o'zim qarshi chiqqanim uchun aslahalar, narsalar olaman. ChatGPT'ni o'zi ham zirhli kiyimlar deyapti. Shuning uchun biz ham o'zimizga qurollar, zirhli kiyimlar olamiz. Mana do'stlar, men kiyib oldim. Shunaqa qora nezrit kiyimlarni kiyib oldik va survival ham bo'lib oldim. Endi do'stlar, biz yaxshigina jangga tayyor bo'ldik. Lekin zombilar mana bu yerga turib olgan. Men qanday kiraman endi bularni deb? Bularni o'ldirishim kerak endi men. Shuncha zombilar hozir o'lib ketadimi? Yo'qol endi. Hammasi dumaloq bo'lib yig'ilib olganda, bitta granatam bo'lganda mana shunday otardim. Yaxshi ham mod qo'shmadim. Mod bo'lganda bittada hammasini o'ldirib yuborardim. Endi bunday qilib Ender Pearl'ni otsa kirmas ekanda borib. Kirish kerak, qochib turish kerak bular. Nariroqqa paydo qilmabman-da bularni. Yo'qol endi so'tak. Kiraman, короче, menga umuman farqi yo'q. Yo'q, kichkina zombi ham bor. Yo'q. Jonim juda ham kam bo'lib qoldi bular. Yo, vash yomon ekan, ko'p zombi. 100 ta zombiga bir o'zim qarshi chiqyapman. Yo, vash qiyin bu, qiyin. Yo, qanday shitni orasidan ham urib tashyapti bular. Mana hozir qochish kerak. 1, 2, 3. Qochaman hozir. Qoch. Nimaga bo'lmayapti? Mayli, endi narsalarimni qaytarib olaman-da endi. Mana boyagi qora kiyimlarni kiyib oldim men. Do'stlar, shuncha narsani o'rniga 5 ta sehrli olmani oldim. Menimcha bu yaxshi deb o'ylayman, lekin ichi qorong'u, shuning uchun men night vision berish esimdan chiqib ketibdi. Hozir berib olaman. Deb bular ham kelib olaveradi endi. O'la qoluvdi endi. Tez chitimi yozib olay. Bo'lsin tez senlarni o'ldirib tashlay tezroq. Urma, yo'qolay zombi. Yo'qolay, itdan tarqagan. Boyagi it ham seni izdevaycha qildi. Effekt do'stlar, kimdir agar bunaqa effektlarni bilmasa, mana ko'rib oylar. Night vision deb yozasizlar. Night vision va 4 ta 9, keyin bitta 1 true deb yozsa, bunaqa pufakchalar chiqmay qoladi. Mana bu menimcha ancha qulay deb o'ylayman. Boya qilish esimdan chiqib ketibdi. Tez kirib olish kerak, lekin men ulgurmay qoldim. Bitta oltin olmani yeb kirsam osonroq bo'ladi, lekin bitta oltin olma ketadi. Bular ham o'la qolmaydi-da, yana turib olgan. Ketsin, sirasi kirib ketardim deganimda bular mashinaqa bo'lib chiqib oladi. Yo'qol endi, kirib olay, senlarni o'ldiray tez. Bo'la qol, yo'qol. Bo'ldi. Endi bitta oltin olmay yemanda qorinni ham to'yg'izib, sirasi ichkariga kirib hammasini o'ldirib tashlayman ketdim. Beyoq kelaring, hamma orqamdan kelaring, urib yorib tashlayman, beyoq kelaring. Hammasini birdaniga yig'ib olganimizdan keyin urishsa. Vashi bo'ldi. Lekin oltin olmadan ko'ra sehrlisi baribir yaxshiroqda. Uni foydasi ko'p deyapti. Ana oltin olma unchalik foydali emas, foydasiz. Kerak bo'ladi, lekin sehrlisi baribir yaxshiroq. Hozir ancha foyda tegyapti menga. Mana zombilar ham mod qo'shish kerak edi-da. Mod bo'lsa zo'r bo'lardi. Lekin ChatGPT mod qo'sh demagan. Shuning uchun men ham qo'shmay qo'yardim. Shunchasi ham orqamda yuribdimi? Hamma boya o'lganlarim, narsalarimni olib qo'ygan bular. Neziritli qilichlarda. Mana shapkachalar kiyib olgan. Endermanni ko'zini ham olibdi, bora Ender Pearl'ni.
Yo, ana neziritli kiyimdagini o'ldirdim, lekin boshqasi bo'ldi. Yaxshi. Do'stlar, oxirida darajam qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Hammasini o'ldirganimizdan keyin rosa ko'p daraja berishsa kerak. Yaxshi, bularni tezroq o'ldirib yuborish kerak. Yaxshi ketyapti hozircha. Men muhimi o'lib qolmasam bo'ldi. Bular rosa ham ko'p edi, do'stlar. Men anchagina kamaytirib qo'ydim. Mana shu oltin, sehrli oltin olmani yeb olamizda, kuchga to'lib hammasini yorib tashlaymiz. Mana ozgincha qoldi. Mana shularni o'ldirib tashlasam bo'ldi, tugaydi. Kamondan ham o'tish kerak. Kamondan bu yoqqa kelaring. Hammani cho'chaman, bu yoqqa yoramaylik bo'yni. Kelaring. Vardonni olib kel, bor yo'q. Kelaring. Vardan bilan ham urushib beraman kerak bo'lsa. Yaxshi. Zo'r bo'lyapti hozir. No. Juda kam qolgan. Yerda bitta zombicha qochib yuribdi. Uni ham baribir o'ldiraman. Ichkariga kirsam ham baribir o'lmaymanmi? O'lmayapman. Demak, bu o'lmaydi degan. Yaxshi, juda ham kam qoldi. O'ldirib tashlash kerak shularni, juda kam qolganini. Va oxirgilari o'ldirish kerak va oxirgi chuvalchanchani o'ldirsam tugaydi. Bo'ldi do'stlar, hammasini o'ldirdim. 100 ta zombini bir o'zim o'ldirib tashladim. Vashshe do'stlar. Qani endi opitlarni olib bilamiz. Qancha daraja yig'ilganini. Enderman ko'zi bilan ham Ender Pearlda ham borsa bo'ladi. Bunday qilib tez oboramiz. Yig'ib tashlaymiz, hamma narsasini olaman. Endi juda ham kam qoldi. Atigi 18 bo'ladimi? Shuncha o'ldirganim. 18-daraja. Bo'laveradi. Bizga o'zi asosiysi daraja emasdi. 18 bo'ldi. Yarimga ozgincha qoladi. Do'stlar, biz hammasini o'ldirdik. Endi keyingi shartga ketamiz. Bu shartda 100 blokdan water drop challenge-ni beribdi. 100 blokdan water drop qilib tirik qolishimiz kerak. Va mana do'stlar, men tepaga ham chiqib oldim. Spawn point ham bor bu yerda. Va do'stlar, mana ko'rishlaring mumkin. 100 blok bor do'stlar. Hozir ko'rsataman. 100 blok, aynan 100 blok. Mana. Buni sizlar ko'ra olmasliklaring mumkin, lekin men o'zim 100 blok qo'yib chiqdim do'stlar. Qani, endi hozir meni o'zim oddiy water drop dedi, lekin men sal boshqacharoq qilaman. Keyin shunaqa suvni qo'yib, zo'r qilib tashlayman-da, Endi boshlamizmi? 1 2 3 degandan keyin boshlash kerak, lekin inventarim to'g'rilaymiz. Qani 1 2 3 let's go. Tushdim. Yaxshi. Qani sakraymiz endi. 1 2 3. Voy, tushdi. Yaxshi va oxirgisi o'xshamadi, bo'lmadi. Eyes closed, let the world just pass me by. I pay bills, nice clothes. If I fall, I think I'll fly. Touch me, Midas, make me born. Ko'rdinglarmi do'stlar, qanday zo'r tushirib qo'yganimni? Men eng zo'r water drop qilaman-da do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Aytgancha do'stlar, subscribe, obuna bo'lish tugunchasini bosib qo'yinglar do'stlar. Bu bizga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Aytgancha do'stlar, biz 200 ta bo'ldik. Do'stlar, hammalaringga rahmat. Endi keyingi maqsad 300. Bye.